Salom do'stlar. Videomizda sizlar bilan men akkauntlar barchasini obzor qilib beraman. Bugun uncha kayfiyatim yo'qroq, chunki ertaga O'zbekiston terma jamoamiz Kolumbiyaga qarshi o'yinda mag'lubiyatga uchradi. 3 hisobida. Akkaunt ko'rinishi yaxshi. Bitta futbolchi olib qo'ymoqchiman. Ular bugun akkauntni obzor qilamiz. Birinchi o'rinda Lautaro Martinezning mana kuchaygan darajasi, eng yaxshi darajasi bu tezligi, zarbasi kuchliroq 96. Erling Haaland 100 tezlikka ega, 95 pushkaga ega. Vinicius Junior mana 96 tezlanish, 98 tezlik, 93 to'pni to'xtatishi, 91 passing ham yaxshi-da, 93 zarba, 92 zarba. Federico Valverde kuchaygan 98 tezlik bor. Hamda noy futbolchilar menda mana ko'rganingizdek darda noy futbolchilar bor. Bu yo'ldan torsak Abdulqodir Husan va Thiago Silva bor. Bugün Thiago Silva'ni tanimaydigan odam bo'lmasa kerak, afsona shunday. Nechta 10 ta normal futbolchilarimiz bor bizda. Bugungi videoda har bir futbolchida jarima zarbasi teptirib gol urishga harakat qilamiz. Frankixga o'tamiz va birinchi zarbani Erling Haaland boshlaydi. Haaland ham yaxshi jarima zarbasi tepadi. Haalandning zarbasi, lekin afsuski gol emas. Bu nuqtadan Martinez, ya'ni Lautaro tepsinchi. Lautaroning zarbasi juda noaniq. Endi zarba Michel Alisega normal nuqta. Michel Alis oltin to'pga da'vogar desangiz ham yaxshi bo'lar edi. Aniq deb ko'rsinda. To'g'ri aytilgan o'zi oltin to'pga da'vogar. Martellus 95-yilning afsonasi deb topilgan. Mattias keyingi zarba Kenan Yildiz juda yaxshi. Kenanning o'sha Juventus o'yinlari ham kuchaygan, Real Madrid chiqish bildirgan. Lekin rad javobini o'ynashgan Abdulqodir Husan yo'q. Birinchi Nuno Mendesga boshqacha kartasiga zarba yo'llatamiz. Endi sizga hozir Abdulqodir bilan Thiago Silva tepib olish kerak. Asroning ish tarafiga tepish darajasi Abdulqodir lekin yaxshi tepdi. Hozir endi Thiago Silvadan pushka beramiz. Thiago Silvaning zarbasi hammani hid etgan edi. Endi sizlarga rekordlarimni ko'rsatib beraman. Rekordlarning birinchi o'riniga mana shu yerda rekord ko'rsangiz game plan, ya'ni o'yinlar 2051 ta botlarga qarshi 388 marotaba jonli o'yin, o'rtoqli, ya'ni X-tanga beruvchilardan 150 marta, ularni o'ynashlarda esa 57 marta o'ynagan. Venuslar 1676, Liviyada 1156, jonli o'yinda esa o'sha X pointsda 86, chunki penalti boshqarilgan. Friendda esa 28.
Durranglar 166 ta karyerada, Liveda 39 ta, X-Points'da 0 ta, Frentda ham 0 ta. Luxlar 309 ta, Liveda 193 ta, X-Points'da 64 ta, Frentda 29 ta. Bu degani mana 28 ga 29 qotyapti-da baribir. Gol so'kilib karyeradan 5143 ta, Life'da 624 ta, X-Points'da 245 ta, Frentda 97 marotaba, Goals Conte 1424 ta, 696 ta, shuni aytib ketaveradi. Clean Sheets bilmayman, shuning uchun yellow kartlar 822 marotaba, 51 marotaba, 99 marotaba olingan ekan. Shu sariq kartochkalar mana shuni bitta qo'yish kerak, 100 bo'lib qoladi. Va Frentda 3 marotaba olingan. Red kartlar 209 marotaba, 19 marotaba, 49 marotaba, 3 marotaba. Dex eng katta hisobda yutganim 10-0. O'sha karyerada Life esa 10-0, X-Point 7-0, Frent esa 5-0. Eng katta mag'lubiyat bu o'sha Alex Tramsdan 4-0, Life'da 7-0, X-Point 3-0, yani chiqib ketilgan, Frentda ham chiqib ketilgan. Win point 76%, 46%, 57%, 49%. Mana shunday ko'rsatkichlarimiz bor. Mana eng ko'p gol urgan o'yinchi Erling Haaland 1883 ta, 1383 ta, eng ko'p assist qilgani Erling Haaland 415 ta. Eng ko'p sariq kartochka olgan Eder Militao, eng ko'p red kart olgan ham Eder Militao ekan. Militao bu yerda o'shani shuning uchun o'z o'yinchilarimni ko'rib bersam, Lautaro Martinez agar mana akkauntga baho bersangiz yaxshi bo'lar edi. Lautaro Martinez, Haaland, Vini, Valverde, Mateus, Alice, Theo Hernandez, Gvardiol, Eder Militao, Ashraf Hakimi, Darwin Alisson Becker, Thibaut Courtois, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Carvajal, De Bruyne, Odegaard, Rafinha, Lewandowski. Endi himoya chizig'idagi o'yinchilarni barini aytib o'taman. Birinchida Warda bolani aytib o'tsak, Darwin Alisson Becker, Thibaut Courtois va Ederson. Va himoya chizig'ida chap qanotga Nuno Mendes va Theo Hernandez va Nuno Mendesning sariq kartaligi va yashil kartaligi. Himoya chizig'iga Virgil van Dijk bor, Thiago Silva bor, Joshua Gvardiol, Eder Militao, Antonio Rudiger va Abdul Hussein va Thiago Silva. O'ng qanotga esa Dani Carvajal va Ashraf Hakimilar. Yarim himoyaga ya'ni ismi va o'sha yarim himoya boshqachasi Martin Odegaard, Kevin De Bruyne bor. Bu yoqdan Modric bor, Messi bor va Declan Rice. Mana bu o'yinchi Kenan Yulduz, Luka Modric, Rodri va Jude Bellingham ham bor. Qanot futbolchilari Son, Ronaldo va kimlar bor qanotga? Bu yerda qanot futbolchilari yo'q. Ya'ni Rodrigo bor. Hujum chizig'ini aytib bo'ldik. Haaland va Martinez, Mbappe. Hozir savol bor, Muhammad Salah ko'rinmayapti. Muhammad Salah mana shu yerda, qanot futbolchilarda. Akkaunt shunday dahshatli tarzda kelgan, bu akkaunt sotilishi ham mumkin.
Mana bunday sezon paslar ham ochiladi. Kim olmoqchi bo'lsa kommentariyaga yozing. Eng ko'p like yiqqan kommentariyaga olma tangalarni to'plab berish xizmati tekin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.